Paxlava sevadigan, lekin pishirishga erinadigan qizlarimiz uchun eng osongina usulda paxlavali rulet retsepti bilan bo'lishaman. Shu usul bilan paxlavalaringiz og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Shirinligimiz yana ham mazali bo'lib chiqishi siri rashmilk sariyog'larini 200 grammini un bilan kroshka qilib olamiz. Razrixitelь solib, rashmilk smetanalardan 3 qoshiqda solamiz. 2 dona tuxum sarig'ini qo'shib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz va xamirimizni 3 qismga bo'lib 20 daqiqa dam oldirishga qoldiramiz. Ungacha 3 dona tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. So'ngra oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. To'g'rab olingan yong'oqlardan solib aralashtiramiz. Dam olgan xamirimizni yupqa qilib yoyib, nachinkamizni 3 dan 1 qismini solamiz. Bir xil qilib tekislab olib, xamirimizni rulet shaklida o'rab chiqamiz. Tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib ustiga surtamiz. Shirinligimizni yeyishga qulay qilib kesib chiqamiz. Qizib turgan duxovkamizga yuborib 180 gradusda 40 daqiqa davomida qizartirib pishirib olamiz. Bezelari o'zi ham qarsillab chiqadi. Oling, siz ham yeb ko'ring.